Assalomu alaykum hammaga. Bugun Top buxgalter loyihasida E-imzodan jismoniy shaxslar uchun kuch olishni ko'rib chiqamiz. Bundan oldingi videomizda E-imzo nima uchun kerak va uni kompyuterimizga qanday o'rnatib olishimiz mumkinligi haqida ko'rib chiqqanmiz. Bemalol o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, buning uchun birinchi navbatda E-imzoning rasmiy saytiga kirib olamiz. Bu yerdan ariza shaklini to'ldirish bosiladi. Bu yerda birinchi bosqichda variant beriladi. Yuridik shaxs uchunmi, jismoniy shaxs uchunmi? Bizda hozir jismoniy shaxs uchun kerak. Xo'p, jismoniy shaxsning JSHR ma'lumotlari yoziladi, JSHR raqami. Xo'p, telefon raqamimizni yozib olamiz. Rasmdagi kodni kiriting deyilgan. Kodni kiritamiz. Xo'p, kiritgan raqamimizga kod keladi, SMS kod. O'shani kiritib olishimiz kerak. 5 xonali. Xo'p, bu yerda balansni to'ldirishimiz kerak. Jismoniy shaxslar uchun kulichni narxi 28.840 so'm hisoblanadi. To'lov qilib olamiz. Buning uchun to'lov qilish tugmasi bosiladi. Bizga kerakli ilovalar orqali to'lov qilishimiz mumkin. Bizda hozir klik qulayroq. Davom etish. Bu yerda raqamimizni kiritgan holda va unga kelgan SMS kodni kiritgan holda to'lov qilishimiz mumkin. Bu yerda esa karta ma'lumotlarimizni yozgan holda to'lov qilishimiz mumkin. Hozir karta ma'lumotlari orqali to'lov qilib ko'ramiz. Продолжить. Karta raqam ma'lumotlarimizni to'ldirib продолжить bosiladi. Bu yerda raqamimizga o'sha karta ulangan raqamga SMS kod keladi. 5 xonali kodni kiritishimiz kerak. Подтвердить. To'lov muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Ana endi E-imzoga qaytib olamiz va balansni yangilashni bossak, mana pul ko'rindi, to'lov qilindi. Ana endi ariza shaklini ko'rib chiqamiz. Agar to'g'ri bo'lsa, ariza to'g'riligini tekshirdimga galочка qo'yiladi va QR kod shakllantiriladi. Ana endi bu QR kodni o'zimizni soliq ilovamizda, telefonimizdagi soliq mobil ilovamizga kirgan holda pastdagi elektron raqamli imzoni tasdiqlash bo'limi orqali elektron kalitni tasdiqlashimiz mumkin. Bu yerda bizda yuz ma'lumotlarimizni so'raydi programma. Face ID dan ham yuzimizni tasdiqlaymiz. Face ID orqali tasdiqlandi. Ana endi kalitimizni yaratib olamiz. Kalt yaratish orqali. Xo'p, kalitimiz yaratildi. Ana endi unga kod qo'yib olishimiz kerak. Kod qo'yish shartlari 2 dona bosh harf va 2 dona raqamdan iborat bo'lishi kerak eng kamida. Va 2 dona harf va 2 dona raqam qatnashi kerak va 10 tadan kam bo'lmasligi kerak. Belgilar soni. Kodni takrorlab yozamiz. Kalit yaratildi, aktivlashtirildi. Bundan oldingi videoda kalit qayerga tushishini ko'rsatib ketganman. O'sha C diskdagi DC case papkasiga tushadi. O'sha DC case ga kirib olamiz. Xo'p, mana C diskda DC case yaratib olganmiz. O'sha papkaga kirsak, mana hozirgina 19.03.2026 sanasi 9:42 da olindi. Buni nomini agar
kalitlarimiz soni ko'p bo'lsa, buni nomini qo'yib olishni maslahat beraman, chunki adashib ketishimiz mumkin. Buni qanaqa nomlaymiz? Misol uchun, jismoniy shaxs. Xo'p, kim? Ism, familiya. Keyin gesherni kiritib qo'yishimiz mumkin. Va amal qilish muddati jismoniy va yuridik shaxslar uchun farqi yo'q. Kulchni amal qilish muddati 2 yil hisoblanadi. Xo'p, bugun 19-mart bo'lsa, 26-yil. Buni srogi 19.03.2028 gacha hisoblanadi. Mana shunaqa nomlab olishimiz mumkin. Qulayroq bo'lishi uchun. Ana endi kalitni tekshirib olamiz. Misol uchun Tidoxga kirib ko'ramiz. Mana 19.03.2028 gacha bo'lgan yaroqlilik muddati kalit Olimjonov Abbos Olimjon o'g'li. Bundan keyingi videoyimizda yuridik shaxs uchun kulch olishni ko'rib chiqamiz. Buxgalteriyaga oid foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.